Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz a'zolari, Xudo xolasa mana inshaalloh Kitob Qashqadaryo viloyati Kitob tumani mana bu Kitob sentrida bir katta masjid qurilmoqda inshaalloh. Saxiy boylarimizdan bo'lsa mana shu masjidga kelib qo'ldan kelguncha yordam qilsalar inshaalloh masjidimizni eson-omon biz qura olsak. Shu ehson qilganlarga Alloh taolo jannatdan qasrlar berishini Alloh va'da qiluvdi. Xudo xolasa shu yerda inshaalloh xalqimiz mana namozni o'qib chiroyli ibodatlar qilib yursin inshaalloh. Mana bu tomonda tahoratxonamiz qurilish jarayoni. Bu yerda ham mana ozgincha mablag'lar harakat qilish kerak inshaalloh. Shu mablag'lar tufayli masjidimizni obodonchilikka hissa qo'shsak Alloh taolo ajrini beradi inshaalloh. Hurmatli Qashqadaryomizda saxiy boylari, kimiki agar qo'lidan kelsa mana shu yerga kelib ehsonlaringizni berishlaringiz mumkin. Inshaalloh Xudo xolasa masjidimiz juda chiroyli bitmoqda. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Kitobni sentrida inshaalloh mana bu qad ko'tarmoqda. Mana bu tomonimiz tahoratxonalarimizni qurilish jarayoni inshaalloh. Mana shularga ham mablag'lar kerak bo'ladi inshaalloh. Eshiklarni qo'yish kerak, santexnik ishlari bor. Bu yerda juda ko'p xona bor. Mana shu xonalarimizni bitqizib, masjidimizni bir chiroyli qilib ishga tushirishimiz kerak inshaalloh. Mana shu yerda 44 ta xonasi bor. Inshaalloh hojatxonamizni mana shu sharoitlarni qilib olsak, inshaalloh masjidimiz juda go'zal, uzoqdan keladigan mehmonlar uchun ham xushbichim bo'ladi inshaalloh. Barchalaringiz duoda bo'lib turinglar. Qo'lidan kelganlar mana shu masjidga kelib ehsonlaringizni davom ettirishlaringiz mumkin inshaalloh. Agar mabodo 2,5 odam karta qo'ying desa, yana bir karta ham qo'yib beraman inshaalloh. Kartaga o'tkazib bersanglar, masjid ma'muriyatiga yetkazib qo'yaman. Bu go'zal elimizga go'zal mana shunaqa masjidlarimiz yarashib turadi. Dunyomiz hamisha tinch bo'lsin. Shunaqa masjidlarimiz qurilib, ilmli, ta'limli farzandlarimiz dunyolarga kelsin inshaalloh. Dunyoga kelishini Allohdan so'rab qolaman. Mana bu masjidimizning ichki qismi. Xudo xolasa mana bu yerda 5 ta bu yoqda, 5 ta bu tomonda, 2 ta, 7 ta, 9 ta kalonlarimiz bor inshaalloh.
Sal adashmoqchilik bo'libdi. Mana bu yerda hozir 14 ta kolonnamiz bor. Xudo xolasa masjidimizning ichida. Mana bu yerda qurilish jarayoni bo'lmoqda. Lisa qo'yilgan. Ustalarimizga ham Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Tepada ish jarayoni. Mana shularni bitkazishimiz kerak. Alloh qodir qilguncha qo'llaringizdan kelsa harakat qilinglar inshaalloh. Alloh taolo ajrini beradi. Hozir buni ayvonlarni ham ko'rsataman inshaalloh. Mana bu masjidimizni hayvonlari. Mana oldi tomoni bu yoq. Ikkala tomoniga ham ayvoni bir xil. Oldiga ham, orqa tomoni ham ikkalasiga ham bir xil ayvoni bor. Mana ustalarimiz ishlash jarayonida. O'sha Kranchi akamizga ham rahmat, baraka topsin. Bizga yordam qilib, qo'llab-quvvatlab turibdi inshaalloh. Xudo xolasa fasad jarayonini toshlarini harakatini qilishimiz kerak inshaalloh. Mana bu fasad jarayoni qolgan, ichkarida hali suvoq ishlari ham bor.